Bu videoda sizlarga hozir uslovia ya'ni shart qo'yish blogi haqida tushuntirib beraman. Bu blogning imkoniyatlari juda ham ko'p. Buni birma-bir sizga hozir tanishtirib chiqaman va eng muhimlarini Telegramda ishlatib ko'ramiz. Endi bu blogni qayerdan topasiz? Добавить blog tugmasini bossangiz, bizda spetsialniy degan bo'lim bo'ladi. Mana shu maxsus bo'limimizga kirib, uslovia blogini tanlaysiz. Ustiga bossangiz, mana blog namoyon bo'ladi. Birinchi imkoniyatlardan bittasi bu kontaktda biz xohlagan tag bormi yo'qmi? Ya'ni biz xohlagan tag bo'lsa, uni biz kerakli bo'limga olib o'tamiz. Ya'ni agar biz xohlagan tag bo'ladigan bo'lsa, uni birinchi blok olib o'tamiz, ya'ni to'g'ri degan blok olib o'tamiz. Agar tag bo'lmasa, yo'q, ya'ni net degan blokka yo'naltirib yuboramiz. Endi shu blok asosida tushuntirib ketaman, ya'ni hozir ishlayotgan rabochiy blok ustida. Xo'p, bu blokning keyingi imkoniyatlaridan biri bu. Ya'ni tag. Ya'ni tag unda bormi yo'qmi aniqladi. Endi esa shu tag yo'q bo'lsa, bu blok o'tkazgin, ha blok o'tkazgin, agar bor bo'lsa, bu blok o'tkazgin. Shunday holat bo'ladiki, bu rejim ham kerak bo'ladi, shuning uchun qo'yib qo'yganmiz. Endi yana bitta muhim qismlardan biri shuki, agar mijozimiz bizga yuborayotgan xabar ichida biz xohlagan so'z bo'lsa, mana shu so'zni tekshirib, unga kerakli blokni yuboradi. Keling, hozir shuni test ko'ramiz. Bitta oddiy blok ochamiz. Mana oddiy blok tekstni ochamiz. Tekst deb yozib qo'yamiz. Endi bu blokni hozir pastga olib qo'yib, bunga ulaymiz. Va bizga yozgan xabardan keyin, ya'ni любая другая fraza deydi, nimadir bizga yozgandan keyin biz uni kerakli bo'limga olib o'tishimiz kerak. Mana duplikat qilamiz. Duplikatni bunga ulaymiz va bularni o'chiramiz, chunki bizga hozir bu kerak emas. Bularni keyin ko'ramiz mana. Xo'p, сообщение содержит текст. Ya'ni bizga yuborilgan xabarda kitob so'zi bo'lsa, biz unga kerakli xabarni yuboramiz. Masalan, deylik, agar kitob so'zi bo'lsa, to'g'ri degan javob keladi. Agar kitob degan so'z bo'lmasa, noto'g'ri degan javob kelsin mana. Noto'g'ri degan javob keladi. Va yana qayta kiritishni so'raymiz, agar xato bo'lsa. Ya'ni davom etishni bu tomonga ulab qo'yamiz. Ya'ni qayta kiritishimiz uchun. Keling, endi buni Telegramda tekshirib ko'ramiz. Va startni bosamiz. Mana tekstni yoz dedi. Kitoblar deb yozdik mana. To'g'ri degan javob keldi. Chunki biz yozgan so'z ichida kitob so'zi mavjud. Endi yana qayta start beramiz va bu yerga boshqa so'z yozamiz. Mana noto'g'ri. Qachonki biz to'g'ri so'zni ishlatsak, bizga ma'lumotni yuboradi. Endi agar qo'shimchalar qo'shadigan bo'lsak ham yuboradi, chunki tekst ichidagi so'zni bizga topib berish kerak edi. Deylik, mana kitoblarga dostup ber desak, mana dostup ber deb yozdik mana. Endi bunga ham to'g'ri deb yozdi. Xo'p, startni bosamiz. Menimcha tushundingizlar, ya'ni biz xohlagan so'z bir nechta tekstning ichida keladigan bo'lsa ham, u o'sha tekstni topib olib, o'sha tekstga dostup beradi. Endi biz so'zni birma-bir to'g'ri kelishini xohlasak, сообщение совпадает с текстом qilamiz. Ya'ni bir xil bo'lishi kerak. Deylik, yana kitob yozamiz. Endi bu yerga saqlanib bo'ldi. Startni bosamiz. Mana tekstni yuborishimiz kerak endi. Deylik, mana kitobga deb yozamiz. Mana noto'g'ri dedi. Ko'rdingizmi? Chunki ga qo'shimchasi qo'shilgan bo'lsa ham, ujni noto'g'ri deyapti. Bir nechta so'z kiritamiz. Bir nechta kitob. Bir nechta kitob. Mana noto'g'ri deyapti. Ya'ni kitob so'zi alohida bo'lsa ham bizda noto'g'ri deb xabar kelyapti. Endi kitob deb yozamiz. Mana to'g'ri bo'ldi. Buni qayerlarda ishlatish mumkin? Ya'ni promokodlar berishda ishlatishingiz mumkin. Ya'ni aynan siz xohlayotgan promokodni so'zma-so'z yozishni xohlasangiz, сообщение совпадает с текстом tanlaysiz. Agar biroz xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, o'sha so'zni taxminan yozgan bo'lsa, ishlashni xohlasangiz yoki bir nechta so'zlarning ichida ishlashni xohlasangiz, содержит текст bo'limini tanlaysiz.